Hayotingizda har xil kunlar bo'lar ekanda. Lekin o'sha soxta yaxshi kunga o'tish uchun haqiqiy yaxshi hayotingizdan kechishingiz kerak ekan. Ya'ni nimagadir erishish uchun nimadandir kechish kerak degan gapni eshitgansiz. Masalan, soxta yaxshi inson bo'lish uchun haqiqiy yaxshi insonlikdan voz kechish kerak ekan degan ma'noda gapiryapman, chunki men shunaqa tushundim. Insonlardan kechishuv oson, lekin uni vastalomleniyasi, ya'ni ruhiyatingizni qayta tiklab olishingiz qiyin bo'ladi. Ammo mana shu narsani boshingizdan o'tkazib, ruhiyatingizni qayta tiklab olganingizda shunaqa darajada shakllanasiz. Ya'ni bu qanaqa shakllanish? Bunaqa shakllanib bo'lganingizdan keyin sizning kayfiyatingizga keyin hech narsa ta'sir qilmaydi. Kayfiyatingizga ta'sir qilishi bu ishingizga, sog'lig'ingizga ta'sir qiladi albatta. Shuni nazarda tutib aytayman. O'zingizda ham ba'zida bo'lgandir, agar kayfiyatingiz yaxshi bo'lmasa, omadingiz kelmayotganga o'xshaydi, ishingiz oldiga yurmaydi. Bu narsani qimor o'ynaydigan o'rtoqlarimdan eshitganman. Kayfiyati yo'q bo'lsa, qimor qo'pol qilib aytganda yutkazadi. O'zi aslida qimorda hamma yutkazadi, lekin shunaqa gap bor. Shuning uchun aytayman. Xullas, gapimni tushunmagan bo'lsalaring, hayotingizda kimdirni olib qolishga rosa harakat qilyapsiz. Unga o'ziga yarasha imkoniyatlar beryapsiz, lekin qadrlamayaptimi? Baribir sizdan qochyaptimi? Qo'yib yuboring, ozgina o'sha vastalomleniya payti bo'ladi. Ruhiyatingiz qayta tiklanmagandan keyin sizdan baquvvat odam bo'lmaydi. Asab bu odamni yemiradigan, yo'qotadigan narsa. To'g'ri, umrni Alloh beradi, lekin o'sha berilgan umrni qanday foydali, manfaatli, baxtiyor va aktiv o'tkazish bu o'zingizga bog'liq. Bu sog'lig'ingizga bog'liq. Shuning uchun ham sog'liqni ehtiyot qilish kerak.